Bugungi kunda ta'lim jarayoniga zamonaviy metodlarni joriy etish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ularni kelajak kasblarga yo'naltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda Qorovulbozor tumanidagi 4-umumiy o'rta ta'lim maktabida darslarda zamonaviy metodlardan foydalanishning samarali usullari orqali o'quvchilarni zamonaviy kasblarga o'rgatish mavzusida seminar tashkil etildi. Mazkur seminarda o'qituvchilar dars jarayonida innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar hamda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish masalalari haqida fikr almashdilar. Seminar davomida o'quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga undash hamda kelajakda zamonaviy kasb egasi bo'lishlariga yo'naltirish muhim ekani ta'kidlandi. Shuningdek, darslarda amaliy mashg'ulotlar, guruhli ishlash, loyiha usullari va raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilimini mustahkamlashga xizmat qilishi aytib o'tildi. Seminarimizni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz darslarda o'quvchilarga yangi metodlardan foydalanib dars berish hamda o'quvchilarning bilim saviyalarini ko'rishdan iborat edi. Hamda maktabimizda tashkil etilgan turli xil to'garaklar o'quvchilarni 7-11 sinfdan boshlab maktabda kasb hunarga yo'naltirish ishlari davom etmoqda. Mana shu to'garaklarimizdan ham lavhalar tashkil qilinib, tuman miqyosida barcha maktablar bilan tajriba almashishni yo'lga qo'ydik. Maktabimizdagi oliy va birinchi toifali hamda 70% ustamaga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz matematika, ingliz tili, o'qish, ochiq darslar tashkil qildilar va bu darslarni o'tishlaridan maqsad boshqa maktablar bilan fikr almashish, yangi pedagog texnologiyalar asosida o'tilgan darslarni boshqa maktablar bilan o'zaro tajriba almashish maqsadida bu darslarni tashkil qildik. Tadbir yakunida o'qituvchilar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib, dars jarayonini yanada samarali tashkil etish, o'quvchilarni kasb hunarga qiziqtirish hamda ularning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalarni berdilar. Seminar ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi.